Assalamu alaykum, yaxşımısınız? İddat İlim Merkezimizge hoş geldinler. Biz bugün hemmimiz birlikte Perverdigarımız Allah-u Teala biz insanlar için nurluq çıraq kılıp yaratıp bergen Quyosh bilen toluşup çıkımız. Kinemize başlap giteyli. Hava çok keçileri biz gözümüz arkalı Samanyolu sistemisideki 200 milyardan artık yıldızlarının fakat 3,000 tanesini görələyimiz. Quyosh bolsa bu 200 milyar yıldızın faqatla biri ve yaşarlığa en yakın bulğunu bulup yaşardaki insan, hayvan ve ösümlük qatarlıq canlıqlar üçün intayin muhim əhmiyyətə ega bolğan bu yıldız bizden təxminən 150 milyon kilometr yiraqlıqda kilidir. Bu bolsa yaşarıda hayatlıqның mevcut bulup duruşu üçün en muvafaq bolğan aralıqdan ibaret. Quyoshdan chiqqan nurlar bu uzun mesafani besib bizga yetib kelish uchun taxminan 8 minut ketadi. Ya'ni bu deganlik, navoda quyosh to'satdan yo'qolib ketib qolsa, biz uni 8 minutdan keyin his qilamiz degan gap. Quyosh qiziq gazlardan shakllangan, atrofiga issiqlik va nur sochadigan osmon jismi bo'lib, uning sirtqi yuzining temperaturasi taxminan 6000 Selsiya gradus keladi. Merkezinin temperaturası bulsa en az bulganda 15 milyon Selsiya gradus kilidir. Quyoshning diametri 1,4 milyon kilometr bulup, yer şarının diametrinin 110 hissəyə beraber kilidir. Quyoshning eğirliği Quyosh sistemisinde mevcut bulgan barlıq planetlarının umumi eğirliğinin 743 hissəyə, yer şarının eğirliğinin 333 min hissəyə toğra kildi. Quyosh 8 çox planetasi, quyruqluq yıldızlar ve meteorit qatarlıq asman cisimleri bilen birlə bir sistemini şekillendirdi. Quyosh sistemisi deb atalğan bu sistemdeki barlıq cisimler Quyoshun küçlük tartış gücü neticesinde alam boşluğuna tarap ketməsindən Quyoshda aylanıb hərəkət qılıb turdu. Quyosh intayin zor miqdarda energiyaga ega. Quyoshdagi bu energiya Quyoshning ustiga joylashgan hidrogen va geliy deyiladigan sonsuzlagan atomlardagi o'zgarish natijasida shakllanadi. Ko'z bilan emas, hatto mikroskop bilan bu ko'rgili bo'lmaydigan intayin kichik atomlarning ustiga bunchavala zo'r energiyaning o'rinlashtirilishi bizga Perverdigarimiz Allah-u Teala'nın kudretini gösterip berdi. Quyosh bu energiya orqali yer sharini hayotlikning manbasi hisoblanadigan issiqlik va yorug'lik bilan ta'minlaydi. Quyoshdan tarqalgan bu energiyaning faqat 2 millionda birchilik qismi ziminiga yetib keldigan bo'lib, bu dal yer sharida hayotlikning davomlashishi uchun kerakli bo'lgan miqdordan iborat. Quyosh ko'rayotgan ba'zi gazlardan tashkil topganlik uchun Quyosh yuzida iskontiga millionlagan atom bombasiga teng keladigan portlashlar bo'lib turadi. Bu portlash natijasida yer sharidan taxminan 50 hassa cho'ng bo'lgan o't yolqinlari etilib chiqadi. Quyoshda hozirgacha kuzatilgan eng cho'ng va eng shiddatli yadro portlashining kuchi ayni vaqtda Yaponiyaning Hiroshima oroliga tashlangan atom bombasining 40 milyar hissəyə beraber keladi. Tədqiqatçılarning qarashicha, Quyosh hozir taxminan 4,6 milyar yoshda bo'lib, kelajakdagi 5 milyar yil mobaynida ichidagi yiqilg'usini tugatib, hozirgi holatidan taxminan 100 hassa cho'ng bo'lgan qizil gigant yulduzga aylanadigan. Ondan yana bir qancha million yildan keyin oqpatak yulduz deyiladigan bir xil osmon jismiga aylanadiganligi taxmin qilingan. Shunda qilib videoning oxiriga kelib qoldik. Alloh xolisa kelar qitim hammamiz birlikda Quyosh sistemasi bilan tanishib chiqamiz. Videolarimizni yoqtirishni va hambarlashni unutib qolmanglar. Allohga ibodat.